Aka. Assalomu alaykum. Oynasi ochiladimi? Bimborzor versiya qildi. Anaqa 3 tepa alogi ko'chaga tashlab qo'yamizmi? Hozir 20 ming so'm pulim bor edi, to'g'risi ayolni ko'rib qiynalgan ekan, bolasi bilan doriga yo'q ekan, berib yubordim-da. Tashlab qo'yamizmi? 2 dafo jinni olib borishim kerak edi. Yonimda pulim qolmadi-da. Iltimos qilib. Mayli, qo'ldan kelgancha ishxonadan olib beraman bo'lmasa aka. Iltimos. Men o'zim chin yurakdan qilib bermoqchiman. Siz menga yaxshilik qilishgacha mana bir so'm pulimni olib kelib berasiz. Lekin xijolatchilik joyi yo'q, men yonimdan qilib beraman. 4 ta yangi amortizator, kalotka, rezinkalarni hammasini chiroyli qilib qarab beraman. Shunda olib kirib, faqat shunda ko'tarib ko'raylik mashinangizni. Chin yurakdan aka. Olib kiryapman. Inshaalloh amaqimni ham nimadir qilib servizga olib kelib oldik. Maqsadimiz nima edi o'zi? Qaysidir bitta insonni xursandchilik, quvonchini sizlar bilan bo'lish maqsadida shu ishni boshladik. Bu ishni boshlaganimizda bizga yordam bergan, o'zini hissasini qo'shgan Carvil firmasiga ham juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Amaqa endi mashinani bizga topshirsangiz, chiroyli qilib o'zimizning sohadagi ishlarni qo'ldan kelgancha bitirib beramiz. Xudo xolasa. Rahmat, o'zi anchadan servizga kirmoqchi edim. Allohning o'zi yetkazdi-da bizni. Xudo xolasa biza ishni boshladi unda. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yaxshiligimiz sizlar nominglardan ham ketadi.